Toshkent shahrida tug'ilib katta bo'lib o'sganman. 209-maktabda o'qib, hozirgi vaqtda MIT universitetining 2-kurs Computer Science fakultetini talabasiman. IT sohasiga 6 yoshlarimda kirib kelganman. Ota-onam menga birinchi kompyuter olib berishgandi. Shundan boshlab qiziqish o'sish boshladi. Birinchi bo'lib endi hamma yoshlarga kabi o'yinlar o'ynab, keyin o'yinlarni yaratishga qiziqish boshlaganman. Keyin esa 7 yoshlarimda kursga borish boshlaganman. Scratch degan yoshlarga tayyor kod bloklardan siz o'zingizga o'yin yaratishingiz mumkin, videolar qilishingiz mumkin. Undan keyin esa 4-5-sinflarda Android razraботкаga qiziqish boshlaganman. Shu vaqtda ham kursga yozilib, Temur odam filmidan ilhomlanib, Jarvis degan programma o'zim uchun yaratganman. YouTube ochdi, svet yo'q, svet o'chir, shunaqa narsalarni qilib bera oldim. Keyin esa front-end razraботкаga qiziqish boshlaganman. 8-9-sinflarda adashmasam, vaqtda endi front-end razraботка trendga chiqish eng avjida edi. O'sha vaqt kursga yozilgan, IT Parkda kursga yozilgandim. 6 oy davomida o'qib, o'shani IT Park o'zida kichkina bir startapga ishga kirib olgandim. Kichkina blog qism saytlar uchun kod yozib berardim. IT Parkdan keyin уже полностью freelansga o'tganman. Upworkda ishlardim, zakazlar olardim. 10dan 11gacha ishlab kelardim, freelancer bo'lib, saytlar qilardim, o'yinlar qilardim, dizayn qilardim, hamma sohaga oid ishlar qilib kelardim. Keyin esa 11-sinfda уже maktab tugatish kerak, univers tanlash kerak. Asosiy muammo shu o'qigan, freelansni ham to'xtatib turganman. 11-sinfda 3 oy ichida 25 tadan ortiq universitetlarga topshirganman. 25 tasidan oid universitetlarga kirganman va Toshkentdan MIT universitetini tanlaganman. Sababi xalqaro diplom birinchida diplom baribir rol o'ynaydi va MIT universiteti nimasi menga yoqdi, bu yerda nafaqatki teoriya o'rgatishadi, balki praktika ham bo'lishadi. Ko'plab studentlarni kompaniyalarga praktikaga yuborishyapti. Shuni ko'rdim va shuni sezdim. Qolaversa, MIT universitetini asosiy bir направленияsi IT bo'lgani uchun men shuni universitetni tanladim. Birinchi kurs o'qib yurgan vaqtlarim 2 ta research paper yozgandim va ikkalasi ham qabul bo'lingandi. Bittasi bu yurt faxri, ikkinchisi esa bu vatanga sodiq inson ko'krak nishonlarini qo'lga kiritgan edim. Birinchi kursda o'qiyotganimda ko'plab studentlar ahamiyat berganman. O'qishdan tashqari ishlab ham ketmoqda edi. Shunga men ham qiziqib bir vakansiyalarni qidirishni boshlagandim. Domlalar bilan bir ustozlar bilan bir kelishib, qanaqa vakansiyalar bor, Huawei'dami, Payme, Click, Uskosmos. Endi yoshligimda endi ITga va sputniklarga qiziqqanim sabab Uskosmos tanladim. O'tda keyin stajirovkani o'tish boshladim. Stajirovka 2024-yil dekabrda o'tish boshladim. Stajirovka davrimda menga test bitta zadacha berilgan. 1 oy ichida shu zadachani tugatib, muvaffaqiyatli ishga qabul qilindim. Hozirgi vaqtda Uskosmosda sun'iy intellekt dasturchisi bo'lib ishlab kelmoqdaman. 1 yildan oshdi va undan tashqari 15 tadan ortiq amaliyotchilarim bor. Ular bilan o'zim bilimimni, o'z eksperiyensimni ulashib kelmoqdaman. Hozirgi vaqtda 2 ta startaplarni yurg'izib kelyapman. Bittasida founder, bittasida co-founder sifatida va kelajakdagi planlarim bu 2 ta proyektni rivojlantirish va dunyo marketiga ko'tarish, chiqarish desa ham bo'ladi. Hozirgi vaqtda Uskosmosda qilayotgan bir proyektlarimdan biri bu noqonuniy konlarni aniqlashdir. Men nima qilaman? Sputniklar rasmlarini olib, kod yoziladi, sun'iy intellekt modelini ko'taraman va ikkalasini birlashtirganda bitta tayyor proyekt bo'ladi. U proyekt avtomatik Sputniklar rasmlarini olib, noqonuniy konlarni aniqlab bera oladi. Sun'iy intellektga men o'zim kirib kelganman, ustozlarsiz. Ingliz tilini bilganim juda ham yordam bergan, chunki o'zim kurslarni o'tardim. Deyarli hamma top kurslar, dunyoda eng top kurslar 98% ingliz tilida o'tiladi. Shuning uchun ingliz tilini bilgan baribir yaxshi deb o'ylayman. IT Park kurslarini tugatgach, freelans bo'lib ishlayotgan vaqtimda sun'iy intellekt trendga chiqish boshladi. Sun'iy intellektga ham qiziqishim juda ham oshib ketdi desam bo'ladi. Shu vaqt parallel freelans bilan sun'iy intellektni ham o'rganishni boshlagandim. Internetdan tekin kurslar qidirib, kitoblar sotib olganman sun'iy intellekt bo'yicha, Python tilini o'rganishni boshlaganman. Shu bilan sun'iy intellektga kirib keldim desam bo'ladi. O'sha o'rganayotgan vaqtlarni kuniga 9-10 soat ajratardim o'qishga, praktikaga, teoriyaga, hamma narsani o'rganib va o'sha o'rganishlar va izlanishlar sababli hozirgi vaqtda katta proyektlarni yuritib bormoqdaman. Maktab davrida robototexnikaga ham qiziqishim juda katta bo'lgan. 5 oycha robototexnika kurslariga borgan. Arduinolardan robotlar, mashinalar yasaganmiz, lunoxodlar yasaganmiz va o'sha vaqt ichida men nasionalniy hakatonlarda prizovой o'rinlarni qo'lga kiritib kelganman. Xalqaro univers qidirayotganlarga tavsiyam MIT universiteti, chunki birinchidan xalqaro diplom, xalqaro ustozlar va bu universitetda nafaqatki teoriya o'tiladi, balki praktika ham o'tiladi. Ko'pincha studentlar stajyor bo'lib ishlab kelmoqda katta kompaniyalarda. Bularga misol Huawei, Click, Payme va yana boshqa yirik kompaniyalar. May oyida Farg'onada National AI Hackathon bo'lib o'tdi. U yerda men juri sifatida qatnashdim va 300 tadan ortiq ishtirokchilarni, yoshlarni baholadim. Va eng yoqgan narsasi bu universitetda exchange program bor. Bu degani siz Toshkentda o'qib, qolgan kurslarni esa Singapur, Dubay kampuslarida o'qish imkoniyatingiz bor. Sizlar bilan MITda ko'rishguncha.